bular har doim mana нулевой pozitsiyasiga kelish uchun har doim to'g'ri holatda turishi kerak, bo'lmasa dasturlar отказ berishi mumkin. нулевой pozitsiyasiga olib kelib oldi kamera har joyini ko'rish uchun. Endi misol uchun mana oqdan bitta zakaz qilamiz. Mana bu yerda ekrani bor. Buni onlayn qilib turib, telefon orqali o'sha web sahifada ham ko'rsatish mumkin. Zakaz qildik. Hozir oqdan bittasini olib kelib berdik. Bu oqdan olib bizga to'liq mana omborxonadan olib protsesslarni hozir ko'rishingiz mumkin. Qurib kelgan uchun hozir mana bu yerdan bu yerga ko'chirguncha mana bu highway warehouse, ya'ni omborxona bu mana pick up station, ya'ni bu yerda vacuum grip, ya'ni qo'l kran desak ham bo'ladi. A nuqtadan olib turib bu nuqtaga beradi, bu nuqtadan keyingi nuqta va keyingi nuqtadan o'sha bu yerda chiqib ketguncha. Ya'ni bu kran, bu yerda sensorlar bor, mana bu kamera hammasini qarab turadi. Siz real vaqtda bularda Wi-Fi bor. Bular sizlarni serverga ulanib turib, telefon orqali bu yerdagi barcha kamera orqali ko'rib turishingiz mumkin va real vaqtda bu yerdagi temperatura, havo temperaturasi, havo bosimi, havo namligi haqida ma'lumotlar bor bu yerda. Keyin buni ichida multi processing station deydi. Misol uchun bu yerda misol uchun o'rganib, birinchi tomonlarini keyin ana shunga mos algoritm ishlab chiqadi, kubik rubik beradi. Lekin hozir kubik rubigini ochig'i topolmadim. Qarab ko'rish kerak, olib qo'yilgan bo'lishi mumkin. U narsa ham shu jarayonga qarab turib ishlaydi. Endi o'quvchilarning yosh to'plamiga qarab, bundan yuqori darajaga o'tgan o'quvchilarimiz uchun Arduino asosiy ishlaydigan bularga Arduinoda maxsus kodlar yoziladi va bundan ham yuqoriroq darajaga chiqqan o'quvchilar uchun Raspberry Pi degan hamma robotimiz bor.